Mana o'zimizni hozir 3000 dan sotayotgan polipropilen ipimizni ko'ringlar. Polipropilen 50 gram, 100 gram ham emas, qaranglar. Bu janoblar qanchaga sotyapti? 56 kron. 56 kron degani $2.48 bo'ladi-da. $2 oshar ekan. Yaxshi. Narxlarni aytib bo'lmaydi dahshat darajada. Oyliklar endi baland desanglar, oylik ham baland emas lekin. Juda bo'lsa 1000 olar ekan. 1000 yevro olsa 400-500 dan ijaraga to'lasa qolganiga yashash kerak endi. Ko'pchilikning o'zining uyi yo'q. Ijarada yashaydi. O'zbeklar qanaqa baxtli xalq ekan. Hammasini deyarli uyi bor. Deyarli. Davom etamiz sonra. Agar masjidda qanaqadir anjomlar sizlarga yoqqan bo'lsa, videoni to'xtatib, rasmga olib tashlab beringlar. Biz o'shani olib kelishni payida bo'linglar. Mana bizda misol uchun mana bunaqa anjom bor. Ancha vaqtdan beri Xitoydan olib kelganmiz. Bu Chexiyada ham bor ekan. Uni narxini ko'ramaymiz. Xolisinglarni qoldirib beraman. Otni kallasi bo'lsa kerak. 459. Bu degani $20 degan. Bu degani biz ham 250 ming degan. Shuhrat bizdan hech bir kelishtirib bera oldingiz ham, kelishtirib bersa, azon qilib beringlar. Nima trikotaj iplangan ko'rsatadi. Mana mulinalar. Shuhrat, sanda mulina bormi yo'qmi? Do'mbatdagi nodir hollarda bor mulina bo'lishimcha. Sanda yo'q. To'tirib yopishtirib.